Yana bitta obyektimiz auksionda chiqibdi. 595.413 so'm botinaga. Bu taxminan $48,000 ga aylanadi. Obyekt bo'yicha ma'lumot beradigan bo'lsak, bu Toshkent shahar Chilonzor tumani 3-marza 76-21 berilyapti. Bu Chilonzor торговый sentri atrofi bo'lishi kerak. Chilonzor торговый sentri oldi. Narxi ham yaxshi belgilangan. Mana bu rasmiy olib qo'yilgan ekan. Birinchi qavatda bo'lishi kerak. Qo'yilgan rasmlari. Endi bu yoq bilan tanishib chiqadigan bo'lsak, so'z isboti bilan bo'lish uchun mana kartasini kirib ko'ramiz. Kartani торговый sentr Chilonzor sentriga, shahar markazi olgan odamga foydali bo'ladi. Keyingi ma'lumotlarga o'tadigan bo'lsak, gazlashtirilgan elektri bor, suvi bor, kanalizatsiyasi bor, lifti yo'q ekan lekin. Temir betondan qurilgan deyilyapti. Holati yaxshi. Uy o'zi 4 qavatli bo'lib, bu xonadon 45 kvadratli ekan. Xonadonning foydali maydoni 27 kvadrat ekan. Keyin ko'p qavatli turar joy binosining 3-qavati joylashgan ekan. Turar joy binosi 2 ta xonadan iborat ekan. 74-yil qurilgan. Bu juda ham yaxshi berilgan variantda. Ko'ringlar, kim Toshkent shahardan xonadonim bo'lsa, shu yerda istiqomat qilsam deganlar uchun yaxshi variant. 49,000-48 ming atrofida bo'ladi dollarda. Endi bu joyda bunaqa narxda chiqmasa kerak sentrda. Kommentariyada yozasizlar yana. Fikrlaringiz bo'lsa, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Joyga chiqib o'rganish kerak bo'lsa, ko'rish kerak bo'lsa, layk, podpiskani yozinglar. Joy chiqib ko'rib o'rganib beramiz.